Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ustanovkamiz Toshkent Choshtepada bo'ldi. Doimgidek trendni bermayotgan Samarqand fasondagi darvozani tyumli holatda tillaranglar ishlatmasdan derski qilib o'rnatib berdik. Matvi holatda bo'lgan. Kirish eshigimiz chap tomonda, darvozamiz tashqariga ochiladi. Materiallar haqida va narx haqida videoning oxirida ko'rib o'zingizlar informatsiya olsanglar bo'ladi. Polnosti tyumli holatda bo'yalgan darvozamiz Samarqand stilida hozir 4 yil 5 yildan trendni bermayapti. Undan keyingi fasonlar chiqsa ham haligacha o'z obro'sini yo'qotganicha yo'q. Uyi gabaritiga juda chiroyli holatda tushgan. Darvozani aytib o'tish kerak bo'lgan joyda 25 sm oldiga biz atvod qilganimizda yon tomonga burib turib, orqa tomonga ham 20 sm qaytarib butganmiz. Sababi yuqorida gaz trubasi bo'lgan, uni biz polnosti metal bilan yopib berganmiz. Bu ham o'zgacha vid bergan. Darvozani materiallari keladigan bo'lsa, yon profillar asosiy ramkasi 3 stenada 10 ga 10 profil, tagi qismida 10 lik shiveler turibdi. Polni qanotlarning atrofida 2 ga 1 6 ga 4 profil ishlatganmiz. Hamma profillarimiz Sergeliniki haqiqiy originali bo'lgan. Listlar 3 qavat, ustidagi gulli listi bilan. Orqada bitta qavat list, oldida bitta qavat list, ustida shunday holatda gulli aksessuar listlari qo'yilgan. Darvozani общий vidiga o'zingizlar baho berasizlar. Buni O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka bepul holatda kvadrat metri $120 dan $220 razmerga qarab kelishamiz. Hamma uslugalarni biz kommentga yoki direktga yozsanglar ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qo'shni davlatlarga через kargo dastavka ustanovkalarni qilib chiroyli o'rnatib beramiz. Prosta tamojna yo'qdagi rasxodlarni qilib bersa bo'ldi. Profillarimizni kirib ko'rsanglar, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, Google saytlarimizda ishlarimizni joylab borganmiz. Hammasi isboti bilan, dalili bilan qo'yib qo'yilgan. O'zingizlarga qiziqtirgan fasonni bizga tashlab bersangiz, narxini chiqarib beramiz. Bu videoni temir ishlari bor tanishlarga bemalol yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Ishlarini chiroyli qilib bitirib beramiz. Darvozachi 80% ishlarni klientlarning uylariga olib borib topshirib, joyida video qilishga harakat qilamiz. Ko'p joylarda darvozalarni reklama qilishyapti, lekin aytgan vaqtda olib borib berishmayapti. Bu xalqimiz ishonchi yo'qolishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda biz dogovor qilib ketgan joylarimizga ham oldin kelib o'lchab ketgan darvozachilar kelib arzonroq narx aytib, ozgina klientni chalg'itib qo'yayotgan holatda bo'lyapti. Lekin akalar, hamma narsani isboti bilan ko'rib borib, ish sifatini ajratadigan xalqimiz o'zi biladi. Nima sifatli, nima sifatsiz ekanligini. Shunga qarab turib bizni mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib, agar ishlarimiz yoqsa, fikringizni kommentda qoldiringlar. Darvozachi O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qachondir bizga xizmat bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin.